Yaxshi sizlar bugun sizlarga apgan tamaqnosim bo'lsa, lazrubani olib keldim. Intayin o'xshaydi qizlar, qilishlarimni qilib qilinglar. Muvofiq miqdorda go'shtni tayyor qilib, nip soatda to'g'rab olamiz. May qizg'oniga go'shtni silib, ozroq tuz sevitimiz, chunki go'shtning ta'mi payz chiqadi. Go'shtni chuqur chin qoraymiz. So'ng piyoz tayyorlaymiz. So'ng piyozni inch qilib to'g'rab, go'sht pishgandan keyin go'shtni to'g'ri qorib, piyozdan go'shtni qoraymiz. Mizik piroq chiqqandan keyin sinjan tayyor qilib olamiz. Sinjonni yaproqlarda to'g'rab olib, buni go'sht bilan birga qoraymiz. Bunda vaqtimizda bizning meyimizmi, qo'rg'on meyimiz bakmizi chiqadi. Asosiy material bo'lsa laza. Bilmayman nimish kiymish yozib bersaman. Lazur yeyish shunday yaxshi ko'raman. Lazmu ushara qilib to'g'rab bo'lgandan keyin pomidorni ushab to'g'rab, bayon qo'rg'on go'shtini silib, qizlar ta'min chiqaramiz. Bugun men ishlatgan tezqu bo'lsa, Jo'nstonning tezqusi cho'qim elib sinaq qilgan qizlar yengdan chiqqanjimi, shunda payzgan ta'min chiqib, payzga xonjani setvasanlar bo'ldi. 23 koy 9 moğa 3 xalta bardı. Yanlarga boyo bardı cümü qızlar çoxum sınaq beqinlar. Azraq sazanlar təmişində payız çıxdı. Yaxşı görən qızlar çoxum diyenzən qoyuncu qavlanlar. Kündə yeni zop yonlab berməm. Penincuya çoxum alt raqmini yoki özanlarning fikrini yezib qo'ysanlar bo'ldi. Aslida quyruq şabasa samısın bo'ldi, lekin men azraq sap qo'ydim. Yoz bo'lganki yozdan saylayeli deb. Sodan azroq qo'yib, jiq qo'ymaymiz. Tuz ta'min etib, elib tayyor qilsak bo'ldi. Xamirning qanday yo'g'agan holatini chiqardim, chunki hammamiz bilamiz xamirni qanday yo'g'irganligimizni. Bilmagan qizlar buni boshqa zo'pinlarim qarsanlar bo'ldi. Xamirni inchik tortib, xamirimizni pishirib, andan keyin sayni silib iste'mol qilsak bo'ldi. Bugungi mallarni shunda o'xshatish qilib, cho'qim tetib qilgan qizlar, cho'qim sinaq qilib qilgan. Hamsa kelaksanni ko'chaylik qizlar. Xayr xo'sh.